Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingimiz orqali O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining avtomobil transportida yo'lovchi tashish faoliyatini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025-yil 2-apreldagi 200 qonun qarori yuzasidan ma'lumot berib o'tamiz. Mazkur qaror bilan yo'nalishsiz taksi faoliyatini tartibga solish to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Xususan, mazkur nizom yengil avtomobil transportida yo'nalishsiz taksi faoliyatini tashkil etish tartibini belgilaydi. Yo'nalishsiz taksi faoliyati yuridik va jismoniy shaxslar, o'zini o'zi band qilgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu nizom yo'nalishli taksilarga tatbiq etilmaydi. Ushbu nizom bilan taksi faoliyati bilan shug'ullanuvchi avtotransportlarning yagona tanish belgilari tasdiqlandi. Tashqi va ichki ma'lumotlar bilan jihozlash belgilari yo'nalishsiz taksilar uchun yagona tanish belgilari hisoblanadi. Yagona tanish belgilari transport oqimida avtotransport vositasini ajralib turishini va tanilishini ta'minlash uchun mo'ljallangan hamda ular yo'nalishsiz taksilarga yo'lovchilarni tashiydigan barcha tashuvchilar uchun majburiy hisoblanadi. Yo'nalishsiz taksilar tashqi ma'lumotlar bilan jihozlash quyidagilarni o'z ichiga oladi. Avtotransport vositasining tepasida ushbu nizom bilan tasdiqlangan ko'rinishda o'rnatiladigan taksi tanish belgisi o'rnatiladi. Yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilar uchun mo'ljallangan maxsus seriyadagi avtotransport vositasining davlat raqam belgisi, shuningdek, mazkur nizomga muvofiq yo'nalishsiz taksilarning old va orqa eshiklariga chiziladigan qora kvadratlar hamda kompozitsiya tushirilganligi, yopishtirilganligi, yuridik shaxs nomi, manzili, o'zini o'zi band qilgan tashuvchi yoki haydovchining familiya ismi, otasining ismi, fotosurati, faoliyat hududi, telefon raqami, avtotransport vositasining davlat raqami, ishlab chiqarilgan yili hamda litsenziya varaqasi haqidagi raqami va amal qilish muddati ma'lumotlari o'z ichiga olgan ushbu nizomga muvofiq shaklda taksi pasporti yo'nalishsiz taksilarga ichki ma'lumotlar bilan jihozlash belgilari hisoblanadi. Taksi pasporti avtotransport vositasi ichida yo'lovchilar bemalol o'qiy oladigan holatda o'rnatiladi. Taksi pasporti o'zini o'zi band qilgan shaxslarga litsenziya varaqasi bilan birga bepul beriladi. Yo'nalishsiz taksi sifatida faoliyatida har bir avtotransport vositasi texnik jihatdan soz holatda bo'lishi va avtomobil transportida yo'lovchilarni va bagajni tashish qoidalariga belgilangan tartibda muvofiq bo'lishi, shuningdek quyidagi talablarga javob berishi kerak bo'ladi. Ushbu nizomga muvofiq yagona tanish belgilari mavjudligi, yo'lovchilarni agregator yoki boshqa elektron to'lov tizimlari orqali qabul qilishi imkoniyati yaratilgan bo'lishi, yo'nalishsiz taksi texnik holati va jihozlarining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qonunchilik hujjatlariga talablariga muvofiq bo'lishi, shahar yo'nalishlarida avtotransport vositalarining ekspluatatsiyasi 15 yildan ortiq bo'lmasligi, tashuvchining fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtasi mavjud bo'lishi, taksometr funksiyalarini ta'minlaydigan maxsus ilovaga ega moslamalar, shu jumladan uyali telefonlar, planshetlar bilan ta'minlangan bo'lishi, vagon tipidagi Damas va shu tipdagi avtotransport vositalariga yo'nalishsiz taksi sifatida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilar sifatida foydalanadigan hamda yagona tanish belgilari bilan jihozlangan avtotransport vositalarida yo'lovchilarni olish va tushirish maqsadida to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi amal qilish hududida yo'lovchilarni tushirish, chiqarish, yuklarni ortish, tushirish ruxsat etiladi. Yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilar sifatida foydalanadigan yagona tanish belgilari bilan jihozlangan avtotransport vositalariga yo'lovchilarni olish va tushirish maqsadida to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi amal qilish hududida, shu jumladan aeroport, vokzallarga, tutash hududlariga to'xtash, aeroport, temir yo'l vokzallari, avtovokzallar, ustav fondida, ustav kapitalida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan qurilish mollari, dehqon va buyum bozorlari hamda savdo majmualarining pulli to'xtash joylariga yo'lovchilarni olish va tushirish uchun bepul kirish, yo'nalishli transport vositalari uchun ajratilgan maxsus harakatlanish yo'lagi bo'ylab harakatlanish huquqi beriladi. Yo'nalishli transport vositalari ushbu ajratilgan maxsus yo'lagi bo'ylab erkin
harakat qiladilar. Mazkur band ushbu nizomda belgilangan yagona tanish belgilari bilan jihozlanmagan yo'lovchilarni buyurtma asosida tashishda foydalanadigan hamda litsenziya varaqasiga ega bo'lmagan yengil avtotransport vositalariga tatbiq etilmaydi. Yo'nalishsiz taksilar haydovchilariga quyidagi talablar qo'yilgan. Yo'lovchilar tashish uchun mo'ljallangan yo'nalishsiz taksilarni boshqarishga haydovchilik guvohnomasi B toifa bo'lgan, 21 yoshga to'lgan, tibbiy ko'rikdan o'tgan va kamida 3 yillik haydovchilik stajiga ega hamda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan shaxslar qo'yiladi. Haydovchi faoliyatni mehnat va dam olish rejimiga rioya etgan holda amalga oshiradi. Amalga oshirishi uchun litsenziya berilgan faoliyat turi bilan faqat shu litsenziya olgan jismoniy yoki yuridik shaxs shug'ullanishi mumkin. Litsenziyani yoki ularga doir huquqlarni boshqa shaxslarga berish taqiqlanadi. Yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilarning haydovchilari ishlayotganda tegishli litsenziya varaqasiga hamda yo'lga chiqishdan oldin avtotransport vositasining belgilangan tartibda texnik ko'rikdan va haydovchilarning tibbiy ko'rikdan o'tkazilganlik to'g'risida yo'l varaqasiga ega bo'lishi shart. O'zini o'zi band qilgan shaxslar o'z avtotransport vositasini 1 yilda 1 marotaba texnik ko'rikdan o'tkazishi, 1 yilda 1 marotaba tibbiy ko'rikdan o'tishi va tibbiy ko'rikdan o'tganlik to'g'risida ma'lumotnomaga ega bo'lishi shart. Haydovchi faoliyatini litsenziya varaqasida ko'rsatilgan hududda va unga tutash hududda amalga oshirishi mumkin. Bunda litsenziya varaqasida ko'rsatilgan hudud avtotransport vositasiga berilgan davlat raqami belgilarining hududiy kodlaridan kelib chiqib aniqlanadi. Yo'nalishsiz taksida muntazam yo'nalishlarda faoliyat yurituvchi jamoat transportlarining yo'nalish sxemalariga muvofiq muntazam yo'nalishlarda yoki trafaret qo'ygan holda yo'lovchi tashishi taqiqlanadi. Yo'nalishsiz taksi haydovchilarining belgilangan talablarga nomuvofiqligi aniqlangan hollarda haydovchiga nisbatan qonunchilikda nazarda tutilgan choralar qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.